Assalomu alaykum. Nima qilamiz? Qani ketdi. Qizlar, bugun sizlar bilan shu dolgajdanli make-up tutorialni bugun olamiz. Let's get it. Men shu yuzimni ulashgan makiyajga to'yib qoldim. U joyini qo'shganimga, chunki yuz ishqimiz bo'lib ketadi. Chehraj qamizada glow effect ko'rish uchun sponjikka birinchi o'rinda qo'llab olamiz. Bugun men sizlarga повседневный makiyajimni ko'rsatib beraman, chunki agar hozir to'z kiysin qilsam, boradigan lokatsiyamga sal to'g'ri kelmay qoladi. Sizlarda ham boshqa soch bor. Na uyali, na biyoli sochlar. Bu sizning bushingiz kabi. Ikkinchi etapimizda konturing bo'ladi. Bu yerda ko'p qizlar qiladigan xato bu yuziga kontur chizib qo'yishligi. Agar shuni yanog'ingizga, ya'ni ko'zingiz tarafga sursangiz, smas effektga erishasiz. Tan olaman, avval qilib qoldim, lekin konturing sizdan nikak, chunki именно shu etap yuzimizni ancha kichkinaroq, ozg'iroq ko'rsatadi. Konturni ko'zga surib o'q bor ekanmi deydigan qizlar aqllichilik qilishidan oldin aytib qo'ya qoling, qovani ko'tarishga ham bo'sh deydi. Keyin bo'lsa suxoy rumyanida konturingimizni qayerga surgan bo'lsa, ustidan xuddi shunaqa surib chiqamiz. Rumyanani faqat yuzga, balki burunga ham suramiz, chunki bizni pikmiymiz. Burnimizning yonlariga konsiler surib olamiz, ko'p surmaymiz, chunki bizda qora dog'lar kam. Qoshimiz bilan ko'zimizni bo'yab olganimizdan keyin o'zi ham uyimda qolib ketgan kosmetikalardan makiyaj qolaman, chunki qolgan kosmetikani moliyalar do'jnariga berib yuborishdi. Наконец, shu любой dushmaningiz